Yangi O'zbekiston armiyasi, mamlakat tayanchi, xalqimiz faxri. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 34 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni Quva tumanida ham keng nishonlanmoqda. Yangi O'zbekiston armiyasi, mamlakat tayanchi, xalqimiz faxri shiori ostida Quva tumanidagi harbiy qismda o'tkazilgan tantanali tadbirda tuman hokimi Halimjon Umarov, tuman prokurori, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i, tuman mudofaa bo'limi boshlig'i, shaxsiy tarkib harbiy xizmatchilari, ularning oila a'zolari va jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Tadbir avvalida tuman hokimi so'z olib, harbiy xizmatchilar, ularning oila a'zolarini bayram bilan muborakbod etdi. Tantanali tadbirda vatan tinchligi yo'lida fidoyilik va yuqori natijalar ko'rsatgan, xizmat vazifasini sidqidildan o'tab kelayotgan bir guruh harbiy xizmatchilarga tuman hokimligining tashakkurnomasi hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Bayram tadbirlari joylarda keng nishonlanmoqda.